Bir tanishim bir paytlar aytgandilarki, agar siz vafot etsangiz, qabringizda "Bu inson pul topaman deb, o'lib, qirilib, o'lib ketdi" deb yozib qo'yamiz deb hazil qilgandilar. Shu narsani sezdim. Hozirgi kunda ham ko'pchilik yaqin insonlarimni ko'p ishlashim раздражать qilar ekan. За то, что man ularga kam vaqt ajrataman, kam yozishaman, kam gaplashaman, kam uchrashaman. Ularni ko'zida men $5-10 uchun o'lib, qirilib ishlayotgan insondek ko'rinaman. Men sizlarga shu narsani tushuntirmoqchiman. Nima uchun men marosimlarni, o'tirishlarni, restoranlarni, umuman ko'chaga chiqishni nima uchun yomon ko'raman? Ish bor, masтерство bor. Menimcha o'zbek tilida mahorat deyilsa kerak. Agar ayol kishi ishlasa, u murskoy energetikaga o'tadi, o'zini ayollik energetikasini butunlay yo'qotadi. Unda ayollardan erkaklar qochadi va o'zining qobiliyatidan ayol kishi mahrum bo'ladi. Shuning uchun ayollar ishlashi kerak emas. Siz nima uchun ishlaysiz unda deyishingiz mumkin. Yo'q, masтерство degan narsa bor. Agar ayol kishi o'zini mahorati bilan shug'ullansa, aksincha uni energiyasi oshishi boshlaydi. Bu ishmi, mahoratmi, shug'ullanayotgan ishingiz qayerdan bilsak bo'ladi deyishingiz mumkin. Chunki istagan ish bu ish bo'lishi ham mumkin, mahorat bo'lishi ham mumkin. Agar siz ertalabdan kechqurungacha aynan uyqudan turdingiz va kechqurun to uxlaguningizgacha bu ishni qilishga tayyorsiz va bu sizni energetikangizni umuman yo'qotmaydi, dam olishni xohlamaysiz, aksincha ishlash bu sizga aksincha energiya beraveradigan bo'lsa, bu ishoning, ishlash emas, bu mahorat. Bu sizni как бы творческий ishingiz desam ham bo'ladi. Так что qanaqadir quvonchli, baxtli onlardan qochib, o'lib, qirilib ishlayotgan odamdek ko'zlaringizga ko'rinsam, yo'q. Men tvorчество bilan shug'ullanyapman. Men ishlamayapman. Men просто san'at bilan shug'ullanyapman. Bu narsani ko'zimdagi yonib turgan energiyadan bilsangiz bo'ladi. Obunachilarim, agar shu fikrimga qo'shilsangiz, like kutib qolaman. O'zlaringiz aytinglar, mendan yonib turgan energiyani ko'ryapsizlarmi? Men shanba kuni ham ishlayman, yakshanba kuni ham ishlayman. Bir yilda bir martami, 2 martami chet elga dam olishga chiqqan paytim o'sha yerda ham ishlayman. Chunki men bu ishni sevaman. Agar men pulni ketidan qilganimda edi, atirni qaytarib olish xizmatini yo'lga qo'ymagan bo'lardim. Men bu narsani sevganim uchun qilyapman, sevganim uchun borimni beryapman. Shunaqa.